Do'stlar, kelinglar men dam olishga. Voy jon. Hamma narsa tayyor. Tabiat juda go'zal. Shokirboy mana mehmonlarni kutishga joy solyapti. Mehmonlar hali yo'lda. Adham akamiz mana qo'chqorni so'yib, jizni pishirishga tayyorgarlik ko'ryaptilar. Mana tog' juda ham chiroyli bog'. Mana bu yerda amaki kayf qilib yotibdilar. Jo'ralar, kelinglar. Eldor aka, asobiy sizga tegishli gap bu. Faqat yurasiz Amirsoyda mana keling. Adham aka, jizni qachon tayyor qilamiz endi? Mehmonlarni chaqirib, keyin tayyor bo'ladi. Eldor aka, eshitdingizmi? Kelavering.